BYD Formula 1da qatnashmoqchi. Xullas, BYD kompaniyasi Formula 1 va Lima motor poygalarida qatnashmoqchiligini aytdi. Bu yangilik juda g'alati va juda kulgili. Nimaga kulgiligini hozir tushuntirib beraman. Xullas, nimaga g'alati va kulgili deb hisoblashimiz sababi shu narsaki, bu kompaniyani birorta benzinda ishlaydigan mashinasi yo'q. Bu kompaniya elektromobillar ishlab chiqaradigan eng katta kompaniyalardan biri. Bu qanaqadir bog'liqlik bormi? Hech qanaqa bog'liqlik yo'q-ku, shu narsa g'alati emasmi? Keyin bu kompaniyani BYD'ning xabari bormiki, 2026-yilda Xitoy hukumati shunaqa mashinalarda, ya'ni elektromobillarda subsidiya qilmasliklaridan nimaga bunaqa deyapman deyapsizlarmi? Chunki Lima motor, Formula 1 bular juda qimmat poygalar, dunyodagi eng qimmat poygalardan biri. Bunaqa balet va mashina o'ylab topish uchun yangi platforma milliardlab pul kerak va kompaniya komandasini ushlab turish uchun ham katta pullar kerak.